yuragiga buyruq berib bo'lmaydi. Bu sevgi to'g'risida emas, uy to'g'risida ham aytilgan. Yuraginglar jiz qiladi, mana shu uyga olasizlar. Ko'ringlar, qiziq bo'ladi. O'rizor mahallaga kelganmiz. Ko'chalarni ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli va keng, ikki tomonda ham zahmat bor. Esingizda bo'lsa, mana shu hovlini narxlab bergan edik. Biz narxlagan narx bo'yicha sotuvga chiqyapti. Archani esladinglarmi? Eslagan bo'lsanglar yozib qo'yinglar. Uyimiz Taretskiy uloviga tushgan. Hozir ichkarini ko'ramiz. Bismillah deb darvozadan kirishimiz bilan katta darvozaxona, bemalol ikkita mashina chiqadi. Darvozaxonaga chiroyli rasmni tushirib qo'yishdi. Uyimizning ikki yoq tarafini tagi podvol qilingan. Uyimiz 6 xonadan iborat. Kirishimiz bilan mana bunaqa ayvon kutib oladi. Bitta ikkita xona. Uyimizning nariyoq qismida ham shunaqa ekan. Hozir zarur ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli va shinam. Uy juda ham ozodaligi shundoq bilinib turibdi. Yo spalniga kiraverish ekan. Bu yerda o'zingiz uchun detskiy xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ichkarisida spalni joylashgan. Uy juda ham ko'rkam holatda. Darvozaxonaning tepasi bolxona qilingan ekan. Bolxonani ham qaranglar, juda chiroyli qilib qo'yishgan ekan. O'sha davrning eng yaxshi uylaridan bittasi bo'lgan. Hovlimizning zimniy kuxnyasidamiz. Qaranglar, juda ham chiroyli qilingan. Ko'chadan ham kirsanglar bo'ladi, xonanadan ham o'tsanglar bo'ladi. Juda ham shinam va uyutli qilingan ekan, ko'p narsasi qoladi. Hovlimizda o'zini basseyni bor, dushovoy zonasi bor, bu yerda bo'lsa saunasi ham bor. Voy, nima deyapti? Bu yoqdan hovliga ham chiqsanglar bo'ladi. Uyimizning podvol qismini ham boplashgan ekan. Bu yo'ylar sportivniy zona, bu yoqqa barniy zonalar qilib qo'yishdi. Biletlarga joy, zo'r joy qilib foydalansanglar bo'ladi. Hovlimizning bu yoq zonasi vaqti zo'r qilingan ekan. Kofkadan karavotlarni juda ham chiroyli qilib yasashgan ekan. Qarang, letniy kuxnyani dodasi ekan. O'zi ham letniy kuxnyamizda hamma narsa bor. Qozon, o'choq, qo'ra, yana bitta qozon, eng zo'ri mana bu yerda tandirimiz ham bor ekan. Kimga shunaqa joy qiziq bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. O'rizor mahalla 6 sotuv 20 ga 30, 7 ta xona, sauna, basseyn. Ushbu hovlimizning narxiga keladigan bo'lsa $300 ming kelishadigan joy bor. Aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz.